Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, Arashan suyuvchi do'stlarimiz, inshaalloh biz Jallovot shahriga Oktyabrskiyga keldik. Ayilga. Azamat akamni qo'ralarga. Assalomu alaykum Azamat aka. Va alaykum assalom. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha seleksiya natijalaringizni, qo'ringizni yoritib beraylik, xalqqa ko'rsataylik deb kelyapmiz mana buyursa inshaalloh. Bu qaysi qo'chqor bo'ladi shunda? Qaysi liniyadan? Liniya Ataman. Ataman. Klichkasi Ko'gat. Atamanning prямой bolasi, birinchi bolasi. Ha, Atamanning bolasi. Shunda bo'yi parametri qanaqa? 7 ta qachni jetpay qoldi. Birinchi bolas dedim, biroq qo'zlarni Allohga shukr yaxshi beradi. Mashallah. Alloh razı olsun. Necha tish dedingiz buni? 2 tishdan 4 tishga ketdi. 2 tishdan 4 tishga o'tdi. Xo'p. Rodniklari buda qolasa. Buni qo'zilarini inshaalloh ko'rsatamiz. Ikkinchi qo'chqoringiz mana bu, a? Bu 6 oylik qo'zi milliondan nevarasi oldi. Milliondan nevarasi. 6 oylik o'zi. Mashallah. Belotsiga talqat degan ukaman olgan. Aha. Parametri qanday buni? Buni yenidan o'tkazmadim o'xshaydi. Biroq parametri o'ta zo'rlik qo'ydi. Ha, mashallah. Inshaalloh. Alloh nasib etsin. Bo'lmasam, mana bu qo'chqoringizni bolasini ko'rsataylik. Qo'zi qo'chqorlarni qani olib chiqingchi, buni baylab qo'ying. Tog'i bu qaysi qo'zi qo'chqorimiz? Qo'zi qo'chqor Atamanning prямой nevarasi bo'lmoqda shunda. Nevarasi Ataman. Hozirgina bolasi. Ko'gat. Ha, Ko'gatda bolasi. Mashalloh tabarak. O, qulog'ini qarang, mashalloh. Kascha, quloq. Go'zalligi obunachilarimiz ko'rib baho berib qo'yinglar. Kastaklarini qaranglar, mashalloh tabarakalloh. Sotiladimi aka yo bu tomoshagami? Bu tomoshaga. Mashalloh deb qo'yamiz do'stlar. Ikki tishinde razrezini ko'rsatib qo'yaylik-da. Razrezini. Razrezda ekansa, mashalloh. O'ta qalin qo'chqor ekan, suv putlari va baquvvat tushdi, mashalloh. Alloh barakasini bersin. Xo'p. Endi urg'ochilarni ko'rsatsak, buni qo'yib yuboring. Buldagi Ko'gatning prямой qizi. Mashalloh. Alloh barakasini bersin. Necha oylik bu? 20 kunlik. 20 kunlik. Mashalloh. Mashalloh tabarakalloh. Zo'r-a? Mashalloh, chempionka bo'lsin, urg'och. Qo'yib yuboring. Qoradan bitta ko'raylik-chi, qoradan. Alloh, mashalloh. O'ta baquvvat bu necha kunlik bo'ldi? Bu 1 oy bo'ldi. Otasi hozirgi. Otasi Ko'gat. Ha, mashalloh. O'shanda Atamanning nevara qizi bo'ldi. Zo'r beribdi bolani. Xudoga shukr. Alloh dayshi qo'chqor ekan. Alloh barakasini bersin. Buni bizning koordinatorimiz Tunar burondib ketgan. Mashalloh. Basi em o'yinchi qalaversin, sekret bo'yicha. Mayli, mayli aka, qo'yib yuboring. Xo'p, boshlaganingizga qancha yil bo'ldi aka? Nasib bo'lsa 6 oydan 100 bo'ladi. 6 oy bo'ldi, lekin rezultat bambitskiy zo'r-a? Mashalloh. Ha, mashalloh, mashalloh. Shuni qo'yla 2 yil qiynaldimda charva qo'ylar. Oddiy qo'ylardan 2 yil qiyinchilik bo'ldi. Anaydan Tunar geldi. Arashan kachista ekanda baba. Azim degan inim geldi. Sapos Frunze'den, Özgün Canat'tan. Talgat degen ukam var Belovotski'den. Milyon dinlemesi. Hozir aytdi, dedi, o'ta yaxshi endi berishdi-da. Mashalloh. Hozir necha bosh urg'ochi qo'ylaringiz bor? Hozir 18 tuğdu. Xudoga shukr. Kelginlarda bor 1-2-3. Общий hisobda necha bosh qo'yingiz bor? 20 qo'y. 20 ta qo'yingiz bor. Ha, mashalloh. Qo'ylar qoldi, tug'ilgan. Yaxshi liniyadan. Alloh barakasini bersin aka. Barakotli bo'lsin. Qaysi liniyalardan bor hozir bu? Barliq liniyalardan bor. Qaysi, например? Mana Bayar menenle Белый Стрела, ana telefon yo'qda. Ha. Qolganlari bor. Bayar bilan Белый Стрела yo'q. Bayar Белый Стрела, ana telefon yo'q.
Ha, qolgan hammasi bor. Xudoga shukr. Maşallah. To'xtadik. Azim ukama rahmat. Allah razı olsun. Talg'at ukama rahmat. Ana koordinatorimiz Tinar o'ta maga dem berdi-da. Charba qo'yib baqqandan bir xizmatga 10 dil alınç dediler men 20 alıydım da nasip olmuş. Allah razı olsun. Allah'a şükür. Satotağız. Burunda otat. Şu orozdan yiyinde otam da. Menga ham berasizmi qo'zi sog'liq urg'ochisini? Maşallah. İnşallah Allah buyursa. Xorezni olib ketaman, niyat qilib qo'ydim Alloh xohlasa inshaalloh. Maşallah. Ko'z tegmasin, Alloh berguvchi zotda, Allohdan so'rasangiz Alloh berib qo'yar ekan. Ularni men o'ylayman probniklarda otamda. İki bölümde koyganım. Azizim ukadan alganım. Mana endi 4 ishga ketdi. O'ta yaxshi deb atchat, ba'yir atchat, Matinar, Azim, Talg'at ukam, Hazrat degan ukam bor. Ikram Ergashev degan bor, men ukam bozor turganda yaxshi ba'ni ko'rsatdi. Endi Allah razı olsun. yaxshi ba' bersa, suyun o'tkazsin-da. Suynasizda, Allah razı olsun. Shuncha mehnat, Allohning razıligi uchun rohatini ko'rasizda negizi. Aka bo'lmasam, shu Qo'chqorizordan olgan odamga rahmat aytaylik. Birinchi o'rinda Allohga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Şu Azim ukama, Azim Suyurqulov deb bardığına adam bilen, küçük bir adam. Öte yaxşı. Bir nesi ol zarıp kalsam işini taşlap, şu koy tandap ketip kalat koylarında karabay. Öte yaxşı. Birle menimiz bardığıyla bilserek Azim'de Safo Suruza'dan. Bardığıyla rahmat naytıyla gelecek da. Ben caman sözlüğüm ugalepim. Men bir dile barbadım, şu Azim degen inim güt ap geldi. Bir masti, aylanpaş çıkmadım da. Şu yübilesine tokçuluk versin, tapkan taşkınlarına bereke versin, baktulu olsun, aman esen olsun. İki yil do'stlikchilik abadiy bo'lsin. Qirg'iziston, O'zbekiston xalqlari abadiy do'stlikchilik bo'lsin. İnşallah yo'llarimiz ochilib, yana qo'yiladi. Perevozkasi boshlanib, inshaalloh Arashan zotini eng yaxshilari O'zbekistonda ham bo'lsin, Qirg'izistonda ham bo'lsin, butun O'rta Osiyoda bo'lsin. Her bir pendede olsun. Ha, har birida mo'min musulmonda bo'lsin. Mo'min musulmonda olsun. Kim niyat qilgan bo'lsa erishsin, Alloh barakasini bersin. Dilese o'sha Allah tilegine razı olsun. yetsin. Rahmat Allah sizga. razı olsun. Ha.